ha tovushi arab tilida halqumni o'rtasidan siqilib chiqadigan tovush hisoblanadi. Ya'ni harflarimiz ha harfimiz 3 ta hisoblanadi. Ya'ni halqum tubidan chiqadigan ha, halqum o'rtasidan chiqadigan ha va halqum yuqorisidan chiqadigan xo harflariga bo'linadi. Va ha harfida halqum tubidan kelayotgan havo to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa to'siqsiz og'izdan chiqib ketadi. Ya'ni ha halqum yuqorisidagi xoda 100% holatida halqum yuqori qismi qirilib, ya'ni tomoq yo'li yopilishi orqali xo holatida talaffuz qilinadi. Endi ha harfi bo'ladigan bo'lsa, halqumimizda 50% siqilish orqali, ya'ni ha sirpanib chiqishi orqali, ya'ni kuchli kelayotgan oqimni biroz siqishimiz orqali, ya'ni halqumimizda biroz siqilishi orqali talaffuz qilinadigan harf hisoblanadi. Ya'ni holatida talaffuz qilinadi. Maxraji halqum o'rtasi, sifatlarga to'xtaladigan bo'lsak, harfimiz istifoli, ya'ni ingichka ha, hi, hu shaklida talaffuz qilinadi va harfimizning ikkinchi sifati hams, ya'ni havo chiqadi va uchinchi sifati rohova hisoblanadi va sukunli holatida holatda sirpanib chiqadi.